qarang, agar siz videoni oxirigacha ko'rsangiz, Yulduz Usmonovaning Namangandagi konsertiga 2 ta chipta beramiz. Salom Namangan. 64-xalqaro gullar festivaliga keladigan mehmonlarni sanashda davom etamiz. Demak, ikkinchi qism o'zimiznikilar. Ozodbek Nazarbekov. Jonga tegdi zardasi. O'zbek primadonnasi Yulduz Usmonova. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak koshonang yo'q. Tohir Sodiqov bolalar guruhi. Oyijon, urushma. Ozoda Nursaidova. Qosh qoqdi yurib ketdik. 40 kun davom etadigan gullar festivali davomida Bobur parki, Afsonalar vodiysi hamda Yangi O'zbekiston bog'larida har kuni shou konsert dasturlari bo'lib o'tadi. Masalan, 28-may kuni Yulduz Usmonovaning konserti Afsonalar vodiysi amfiteatrida o'tkaziladi. Quyidagi raqamlar orqali biletlarni olishingiz mumkin. Ushbu video kommentariyasida eng ko'p like yiqqan komment egasiga mana shu 2 ta chiptani sovg'a qilamiz.